Assalomu alaykum. Ziyodin aka, endi odamlardan ko'p savol tushyapti. Bu baliqchilikda qanchadan beri faoliyat olib borasiz? Qanchadan beri tutishni boshlagansiz? Bu endi turimizni ko'rib kelishyapti obunachilarimiz, xudo xolasa YouTube'da aka ukalarimiz. Shu fikrlarga endi bir javob bersangiz. Endi birinchi gapingizga to'xtasak, baliq ovini eskidan endi yoshlikdan endi chotbosti deydi. Chapanicha qilib gapirganda chotbosti deydi. Chotbosti qilib ushlab yurib, keyin qarindoshlardan qalmoq olib, hisob tog'am baliqchi edi. Uni qalmog'ini o'g'irlab ketib, yig'ilib olib kelib, ashna qilib baliqchi bo'ldik, xudo xolasa. Bir 10 yilcha bo'ldi, ama 10 yildan beri natijalar qanday bo'lib kelmoqda endi? Biz borganlar bor, bormaganlar bor. Natijalar endi oldingi paytda to'g'ri katta emas, bir qarishli, lekin tuzuk, narinja, karas, sazan, lekin katta baliqlarimiz yo'q. Hozirgi bir 3 yil ichida yaxshi natija bo'lyapti. Mana shu 1 kilo, 1,5 kilo, 4 kiloliklarni ham ushladik. Bunda ham mana o'zlaring bilan ko'pchilik. Keyin endi hali qarindoshimizlar deyotgan odamlarga endi bitta o'zlaridan eshitamiz, akami. Qarindoshlikka kelsa, to'g'risi hammamiz xolavachchamiz. Ya'ni xolavachcha emas, aka-uka bilsa ham bo'laveradi. Aka-uka deb o'tib ketganmiz. Shunaqalar. Endi ko'rsanang, xudo xolasa, bundan ham yaxshi natijalar ko'rsatamiz. U paytda bo'lgan-u, hali videoga ololmay qolgan joylarimiz bor, boshqa bo'lgan. Mana endi xudo xolasa bugun niyat qilib chiqdik, yaxshi natija bo'ladi, xudo xolasa. Bizni ko'rib, kuzatib boringlar. Endi asl aka, shuncha gaplardan keyin bitta yo'lni ko'rsatib olmasangiz bo'lmasa kerak. Yo'l tuman, ama mana shu holat bir ajoyib holat bo'lyapti. Yo'lni bitta ko'rsatib olmasangiz bo'lmaydi, oma aka. Ama akamiz o'tamiz deyaptilar. Shashilgan qiz yalchimas. Tuman bo'lishiga qaramasdan, sovuq bo'lishiga qaramasdan, xudo xolasa yaxshi natija bo'ladi deb ketyapmiz. Xudo xolasa zo'r natija bilan videolarga olib qo'yamiz. Baliqchiga havo aynami, yomg'ir yog'dimi, qor yog'dimi deb o'tirilmaydi. Do'l yog'sa ham baribir boriladi. Baribir boriladi. U yaxshi, baribir. Endi uyda o'tirgandan ko'ra qon aylanadi har holda. Keyin ama biz pastiyan ishimiz bas, yakshanba kuni to'planganimizda o'tamiz. Baliqda o'ziga yarasha foydalari ham bor-da. Meditsina sohasi bo'yicha olsak, o'zimiz yurganingizda oyoqlar, qo'llar, qon aylanishi hisobiga hamma o'zi yaxshi bo'lib yuraveradi. Kasal bo'lyapman demaysiz, asablaringiz tinchlanadi. Xudo xolasa obunachilar, like, podpiska ayamaymiz. Maksimalniy darajada. Hozir ham yaxshi 3,5 mingtacha obunachimiz bo'lib qoldi, xudo xolasa. Undan ham ko'p natijalar qilishdi. Sizlardan so'rab bo'lamiz. Biz bo'lsa, undan ham katta natijalarni ko'rsatishdi, sizlarga yaxshi kadrlarni olib berishdi, harakat etamiz. Xudo xolasa, obunachilar endi niyat qilganmiz 1 millionta bo'lsa, gift konsurs qilamiz deb. Xudo xolasa shunga podpishkalarni ayamasanglar, xudo xolasa bundan-da chiroyli joylarni ko'rsatib, natijalar qilamiz. Hammaga rahmat. Like, podpiska ayamaymiz. Kanalda o'xshamadi. Endi sekin soyga tushdik yana. Soyga suv kelib qopti ozgina. O'zimiz soylar. Xo'sh, chiroyli manzaralar. Chuqur deyishadi, buloq deyishadi, kimdir. Shunaqa joy. Hozir biz ko'rsatamiz natijalarni. Olim bitta qo'ravalar, qo'rani buzib olishibdi. Shunaqa joyga biz keldik.
Mana shu yerda o'g'irlaymiz. Nasib bo'lsa. Kuzatib boringlar, like podpiskani ayamaymiz. Qalmaqlar ochyapmiz. Ko'raverasizlar. Biz boshladik. Bismillahirrohmanirrohim. Po'kaylayman. O'zim ichaman, aka qilib. Tashlab qo'ysin. Shuni ochib ketibdi-yu. Shuni to'g'rilaymiz. Mana shunaqa holatda tursa, charasi yaxshi oladi mana chuvalcha. Pasi osilgan holat. Bitta ikkita maydalab o'tib yegan. Tata bering deb chiroyli bo'ladi. Ana, tort deyapti. Oh. Tortaversin-da, shashilmay tur. Ha. Yengil bitta tortib qo'yib. Maydarog'imikan? Qarasam o'shadan tortadi. Oh. Mana boshla. Bitta ko'tarib ko'rasizmi? Sekinroq. Yo'q-a? O'sha maydarog'i yeb ketib kerak. Yaxshi qarab qo'yavering. Chuvalchaning bu narsalariga. Shuni ochib ketishibdi.
Shuni ochib ketishdi. Sovuqda bilasizlar. Ana 10 dekabr hozir. Juda sovuq, tuman endi ko'tarilyapti. Keyin suv ham kelibdi, baliq ushlash oson emas. Shunga qaramasdan chiqdik, xudo xolisa. Ushlaymiz-da. Sarvar bey, nima gaplar endi-ku? Xudo xolasa chiqib qolar. Chiqadi nasib bo'lsa, ha? Nasib endi keldi. Ajomas. Yaxshi hozir bir ikkita totyapti. Hozir soat ham endi 10 bo'ldi-da. 12:30larda ishlar yurib qoladi, xudo xolisa. Ancha sovuq. Yaxshi olib ketmayapsiz-da. Bu galimizni ham hozir tortdi-yu. Ko'tarsam chiqmadi. Aldab yeyapti kerak bizni baliqlarni. Ana. Yaxshi totyapti-yu, olib ketib qo'ymayapti. Olib ketib qo'yganda chacha topib qo'yapti xolos. Hozir yaxshi totdi. Telefonni qo'limga olsam totmayapti. Yo, aldaqchi baliqlar ekan. Ushlab olsam qo'yib yuboraman buni. U qani? Yaxshi bo'ldi, mana gapirib turganimda tortib oldim. Mayda bo'lsa ham mana shu tortgan nima? Ana. Mashina tortib olib ketmayapti-da. Bitta ko'rasizmi? Bismillahirrohmanirrohim. Bismillah. Yo'q-a? Yo'q. Aldab beryapti mana. Bitta chuvalchanga qarab qo'yavering. Shuni ochib ketishyapti. Qo'y ko'ryapti? Bismillah. Voy, mana. Yo, aldab beryapti, onangni. Mana bizgina hozir totyapti. Boshqa tashlaymiz endi. O'tchilarni berishdi hozir. O'g'ilda yaxshi natija olamiz deyishyapti bolalar.
Hurmatli obunachilar, bugungi baliqimizni xudo xolasa tugatdik biz. Endi natijalarni ko'rdilaring. Qotganlari ham bo'ldi, baliq chiqdi-yu, tushib ketdi, lekin videoga ololmadik. Shunaqa qilib biz baliqimizni tugatdik. Akalarimiz tushmoqda hali ham. Biz endi ayrim sabablarga ko'ra ketib qoladigan bo'lib qoldik. Shuning bilan kunda video qo'yib boramiz. Lakasalar kerak bo'lsa, Telegram kanalimiz ham bor. Bemalol o'tib kirib ko'rishingiz mumkin. Qanaqa savollaring bo'lsa, bemalol javob beramiz hammasiga. Kommentariyada fikrlaringni qoldirib ketasizlar. Like, podpiska ham akalar. Xudo xolasa. Manzilni ham aytib qo'ying. Manzil endi Farg'ona viloyat, Toshloq tumanida Beshalish desalaring, Zarkan Kurik. Zarkan Kurik. Qorasoy deyshadi ko'pchilik. Endi biz o'zimiz soydaqa. Qorasoy deyshadi. Shu yerga kelib, xudo xolasa soy olib tursa ham bo'laveradi. Endi sovuqda ko'pchilik baliqchilar biladi, hali natijalarda baliq chiqib chiqmasliklaridan ko'pchilik baliqchilar biladi. Endi shunga qaramasdan chiqdik. Xudo xolasa nasib, rizqqa yarasha bo'ldi. Like, podpiska bosib, ayamiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Like, comment, podpiska ayamiz.